Bugun sizlar bilan Power Gym'dagi eng ko'p sotiladigan trenajyorlar va nega aynan o'sha trenajyorlar ko'p sotilishini yoritib bermoqchiman sizlarga. Birinchi o'rinda velo trenajyorlardan boshlaymiz. Spin baklarda, ha. Spin baklarimizning orasida eng hadovoyi mana shu SP47 modelimiz hisoblanadi. Nega aynan bu model? Birinchi o'rinda ko'rib turganinglardek, dizayni odam o'ziga jalb qiladi. Buni ko'rib odam shug'ullangisi keladi. Undan tashqari sifati. Va bu modelimizda 150 kilogacha vес ko'taradi. Odamlar buni nimaga tanlashadi? Bu elektromagnet mexanikalik bo'ladi. Ya'ni siz buni tokka tiqishingiz ham shart emas, qo'lda burashingiz ham shart emas. Ya'ni bir xil modeli trosli bo'ladi, bir xil modeli lentali bo'ladi. Bu modelimiz elektromagnetli. Siz qancha ko'p aylantiradigan bo'lsangiz, bu o'ziga o'zi tok ishlab chiqaradi va muruvvatni buraganingizda oyoqqa tushadigan bosim, ya'ni kuch ko'paygani hisobiga siz maza qilib sport bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Bundan tashqari rulini ham siz dinasini ham baland-past qilib, o'zingizga qulay qilib foydalansangiz bo'ladi. Rullari ham qo'l sirtmagan bo'ladi, har xil uslubda ushlab qorin muskulini yo'qotish uchun, qorin yog'ini yo'qotish uchun, biqin yog'ini yo'qotish uchun, oyoqlarni kuchaytirish uchun ham turib ham o'tirib ham foydalansangiz bo'ladi. Endi keyingi trenajyorimizni begovoy darushkalardan boshlaymiz. Begovoy darushkalarda asosan bizda eng ko'p donaga sotiladigan PG 555 va PG 557 modellarimiz. Nega aynan bu modellar? Sababi bu modellarimizda birinchi o'rinda gabariti kattaroq, og'ir vaznli insonlar ham, misol uchun 140 kilogacha, 150 kilogacha bo'lgan insonlar ham bu modellardan bemalol foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari amortizator kuchli. Amortizator kauchukli sistemada bo'ladi. Shu uslubda qilingan bo'ladi. Yugurganda tizzaga, to'piq qismiga va chanoq sohasidagi bo'g'imlarga tushadigan nagruska, umum to'piqxonasiga tushadigan nagruska, ya'ni bosim kamroq bo'lganligi uchun odamlar bu modelni ko'proq tanlashadi va budjeti. Sotilishi hozirgi kunda 2026-yilgi narxi 10.500 ming so'mga 14.200 ming so'm etib belgilangan. Bemalol showroom kelib bulardan savdolash bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Aynan bu modellarimizda shu narxlari qulay bo'lgani uchun ham, sifatiga narxi yarasha bo'lgani uchun ham ko'proq talab bor va ko'proq xarid qilishadi. Endi xuddi shu begovoy darushkalarni high-tech uslubdagisi sensor ekranlardan qaysi modellar ko'proq bizda hozirgi kunda sotilayotganini degan bo'lsak, PG 727 modelimiz hozirgi kunda bizda eng ko'p sensor ekranli sotiladigan begovoy darushkalar orasiga kiradi. Bunga ham xuddi shunaqa aytadigan gapimiz, ko'rinishi, dizayni birinchi o'rinda odam o'ziga jalb qiladi. Keyingisi albatta sensor ekranli bo'lgani. 21,5 dyuym katta sensor ekranida siz Wi-Fi bo'lib olib, istalgan ijtimoiy tarmoqlaringizdan foydalansangiz bo'ladi. Instagram, YouTube, Google, Facebook, Wikipedia, YouTube bemalol bundan kino yoki serial ko'rib, podkast ko'rib foydalansangiz bo'ladi. Bundan tashqari, aynan bu modellarimizni motoriga 5 yil garantiya beramiz. Shu 5 yillik motorlik garantiyasiga ega bo'lganligi uchun ham bizda ko'proq odamlar aynan shu modellarimizni xarid qilishadi. Endi keyingisi siz misol uchun ishxonangizga yoki sport zalga yoki professional sport bilan shug'ullanaman, menga baquvvat kerak begovoy darushkani, gabariti kattaroq kerak degan bo'lsangiz, PG 790 modelimiz bor. Aynan shu modelimiz ko'proq bizda sotiladi va nakloni 32 gradusgacha tikka va teparoq ko'tariladi. Shu sababli bizda aynan shu modelimiz hozirgi kunda hadovoy ko'proq sotiladi. Odamlar yaxshiroq qiziqish bildirishyapti. Endi kichkinaroq gabariti ixcham va dom sharoiti uchun mos keladigan begovoylar keladigan bo'lsak, PG 610 model 2026-yilda eng ko'p sotilayotgan modellarimizdan bittasi. Sababi ixcham, uyingizni ko'p joy egallab qo'ymaydi, amortizatori kauchukli bo'ladi. Yugurganingizda tizzangizga, umurtqa pog'onalaringizga nagruska bermasdan bemalol maza qilib foydalansangiz bo'ladi va motoriga 3 yil garantiya beramiz. Ko'pchilikda kichkina begovoylarga 6 oy, 1 yilgacha garantiya berishadi. Bizning kompaniya tomonidan, ya'ni Power Gym'dan motoriga 3 yil, o'ziga 1 yil bepul servis xizmati ko'rsatiladi va yana bitta kompaniyamizning quliyligi, biz o'zimiz butun O'zbekiston bo'ylab istalgan manzilga olib borib, o'rnatib, tayyor qilib berish xizmatlarimiz ham bor. Shu sababli ham kompaniyamizning bizda hozirda ko'pchilik tanlashyapti. Endi velo trenajyorlarga o'tadigan bo'lsak, velo trenajyorlarda hozirgi kunda bizda hadovoy modellar ko'p. Bularning orasidan masalanga o'zimga ham yoqadigan va yosh kattalar asosan xarid qiladigan modellarimiz bor. Shuni ko'rsatib o'tmoqchiman. Yosh kattalar ham sevib foydalanadigan B65 velo trenajyorimiz. Bu trenajyor nega aynan yosh kattalar xarid qilishyapti? Birinchi o'rinda vazn ko'tara olish qobiliyati kattaroq, 140 kilogacha vес ko'tara oladi. Undan tashqari uncha-munchaga qimirlab ketmaydi. Agar yosh kattalar bilasizlar, lo'pilgan, qimirlagan narsa bo'lsa, uncha-muncha foydalanishdan qo'rqishadi va buni dinasi katta. Yosh katta odam bilasizlar, vaznasi ortgan bo'ladi, qulaylik xohlashadi. Shu sababli ham dinasiga bemalol o'tirib, o'ziga foydalanishadi. Tushib chiqish ham oson, qulay. Misol uchun oldi tarafida to'siqlari yo'q, bemalol oyog'ini o'tkazib, bunga o'tirib foydalanishadi. Shu sababli ham yosh katta odamlarga aynan bu modelimizni tavsiya qilamiz va hozirgi oxirgi payt 2026-yil oxiridan yana trendga chiqayotgan, ommalashib borayotgan modellarimiz B66 modelimiz. Bu modelimiz nega qulay? Xuddi shu B65 ga o'xshagan qulayliklari bor va qo'shimchasiga oldi qismini ko'rasiz, past massasi yo'q. Bemalol bunda yosh katta odam, misol uchun kasal odam bo'lishi mumkin, tiklanayotgan odam bo'lishi mumkin yoki harakati sust odam bo'lsa ham bemalol oyoq qismini ko'tarmasdan o'tirib olsa bo'ladi.
Qolgan modellarda albatta oyoqni tepaga ko'tarib keyin o'tirishingiz kerak bo'ladi. Bu modelimizda bo'lmasa, oyoqni shunchaki o'tkazib o'tirib olib foydalansa bo'ladi. Va bu modelimiz dizayni, rullari chiroyli qilib ishlangan. Shu 2026-yilda top modeli deb aytsak bo'ladi. Agar siz ham uyingizga va ota-onangizga, oila a'zolaringizga sifatli trenajyorlar xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Power showroomda kutib qolamiz. Bemalol o'zingiz kelib, foydalanib ko'rib, sifatiga baho berib, xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab o'zimiz yetkazib o'rnatib tayyor qilib beramiz.